Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun odatlanishning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Muvaffaqiyat kundalik odatga muhtoj. Muvaffaqiyatga erishganlarning hammasi o'zlarida muvaffaqiyatning odatlarini yetishtirib bo'lgan kishilardir. Şoň ular nurgullygan katta işlarni ve zor neticelerni özlerimi his qilmay, hatta oylapmı oturmay qo'lga keltirib etken. Çünkü ular aşu katta işlarni özlerinin kundalik odatlariga aylandırıp algan. Odatga aylangan işler hiç oylanmasdan ve ig'ir ko'rmasdan qilinadi. Navada sizmi o'zingizda muvaffaqiyatning odatlarini yetiştire alsanız, sizden sadır bulduğun işlerinin hemmesi birerden muvaffaqiyat ve birerden galibi bulup o'ttirga çıkıdı. Kundalik odatning qanday foydasi var? Kundalik odat planlarni amalga oshirish, o'zini yetildirish ve muvaffaqiyat qozonish uchun nihoyat muhim. Bundan boshqa kundalik odat intizomli bo'lishga, planli ish qilishga, ruhiy ve jismoniy sog'lomlikqa, ishlarni o'z vaqtida qilishga, qobiliyatni oshirishga, vaqtni planli boshqarishga, o'zimizga va oilamizga alohida vaqt chiqarib ko'ngil bo'lishga, pul molni va vaqtni tejashga, shundaqla oz vaqtda ko'p natijalarni qo'lga keltirishga kapolatlik qiladi. Albuta shahrida yaşı 70'ten aşkan bir akımız var. Dostlarım beni adette tiz mağdu deydi. Ama ben aşı kişi bilen yol mansam arkasını yetişemeye kalıma. Onun tensaklığı ve beden layakıtı hayran kaldırarlık derecede yaxşı. O kişiden bunun sırrını sorgunumda, onun sırrı akşamı burun yetip ettiğen seher duruş ve namaz bamdattan keyin 1 saat meniş dep sözlep verdi. Bu kişi neçe 10 yıllardan beri şu adeti boyunca iş gördüken. Suriyalik bir alimnin her günü seher vakti saat 4'ten 6'gacha 2 saat yazışını adet kılıp alganlıqını, yani 2 saat kitap yazışını adet kılıp alganlıqını ve şundak yazıp 8 yılda 22 tomluk çoğun bir eserini ro'yobga chiqarganligini o'qib qattiq ta'sirlangan edim. Odam o'zida muvaffaqiyatning odatlarini yetildirib olgandan keyin muvaffaqiyat o'zligidan keladi ekan. Fikr o'zimni olsam, yezishga qadam qo'ygunimga 30 yildan eshibdi. Har kuni qisqa bo'lsa-mu biror narsa yezishni odat qilib oldim. Hozirga qadar 32 parcha kitob, 2000 parçadan köprek makal yazıp ilan kıldım. Makaleler toplamlarımın sani 6'ga yetti. Ben hazır bu işlerini kundalik hizmet içinden vakit çıkarıp, akşamları televizorga yoki ijtimoiy taratqularga ketadigan vaqtlarimni ishlatib qo'lga keltirdim. 10 tomlik tafsir javharlari kundalik radio anlatışıga 15 minutluk tefsir programması tayyorlash odatimning mevasi hisoblanadi. Çünkü ben 20 yılga yaqin shunday qildim. Her kuni tefsir programması tayyor qildim. Fikr 5218 betlik bu tefsirni tayyorlash uchun kundalik xizmatimni, aile ishlarimni ve aram erishimni qurban qilganim yo'q. Faqatla her kuni ma'lum vaqtimni muntizim chiqardim, xolos. Odat degan ana shunday sehrlik ve bereketlik narsa ekan. Shunga biz o'zimizga foydali ishlarni odat holiga keltirishga tirishishimiz lozim. Nima uchun o'zimizga foydali ishlarni davomlashtira olmaymiz? Ko'pinchimizning o'zimizga va tan saqligimizga foydali bo'lgan ishlarni uzun vaqt davomlashtira olmay, o'ttir yo'lda tashlab qo'yishimizning sababi u ishlarning kundalik odatimizga aylanolmaganligidandir. Masalan, ko'pinchimiz akşamı burun yetib, sahar turishning tan saqligimizni saqlash, barakat tepish, ishlarimizda rivoj tepish uchun muhim ekanligini anglagan chaqda qattiq hayajonlanib ketamiz.
ve 1-2 gün burun yetip səhər turumuz. Bizdeki hayacanның tügüşü bilen yana biz burunqi holatimizga qaytib olamiz. Beden çenafturishning muhimligini anglagan yoki o'qigan vaqtimizda har kuni birer soat mengishga bel bog'laymiz. Hatto chiniqish saymonlarini setib olamiz. Ammo uni birer haftadan keyin tashlab etamiz. Chet el tili o'rganishning foydalarini anglaganda til o'rganishga bel bog'lab kitaplarını setib olamiz. Hatta til kurslarına özümüzni tizimiltimiz. Ama 2 hafta davamlaştıramayı tashlab etamiz. Çünkü biz bu işlarni odat holiga keltira olmadik. Agar yuqorqi ishlar bizning kundalik odatimizga aylanib ketgan bo'lsaydi, biz hech o'ylab o'tirmasdan, o'zimizni zo'rlamasdan va hech qiyin ko'rmasdan davomlashtirib ketalardik. Odatni qandaq yetildirmiz? Davomlashtirmoqchi bo'lgan har qandaq bir ishni hayajondan yiroq, bo'shanliqdan va xo'rlikdan xoli turib, eng oz deganda 21 kun chidab turib davomlashtirish shu ishni odat holiga keltirishning yo'li ekan. Siz qandaqla bir ishni odat holiga keltirgan vaqtingizda, siz o ishni ixtiyorsiz holda o'zligingizdan qilib beradigan bo'lib ketasiz. Neticede nurg'unlagan katta ishlarni va zo'r muvaffaqiyatlarni hech qanday jafo mushaqqat his qilmayla qo'lga keltira olasiz. Balliq chaqlarimda yan ko'chadagi qo'shnimiz Davud Toxun Tumirchining bolqi tutgan qo'liga hayron qaratdim. Chunki menga o kishining oshu qo'li tom va mixti ko'rinadi. Ya'ni o'ng qo'li. Bir qo'lda tutib olgan bolqini men 2 qo'lim bilan ko'tarolmaydim. Ya'ni ig'ir bolqidi. Hayotimda maxsus badan cheniqtirgan nurg'un sportchilarni ko'rdim, ammo Davud Toxun Tumirchining qo'lida kuchli qo'lni ko'rmadim. Tumirchining bolqi urib qo'lni kuchlantirishni niyat qilmaganligi, hatto o'ylab boqmaganligi aniq. Ammo uning bolqi ko'tarishi kundalik odatiga aylangan. Shuning bilan uning bolqi tutgan qo'li kuchlanib mangan. Başka işler mi şunun o'xshaydi? Mesela kunda bir bet Qur'on yodlashni izchil davomlashtirsangiz, bu sizning odatingizga aylanib ketadi. O'zingiz his qilmay Qur'on Karimni to'liq yodlab keta olasiz. Chunki siz yodlashga ustalashgan sari yodlash o'ngaylashib bo'ladi. Sizga qilcha eg'ir kelmaydi. Kunda chet el tilidan bir qancha so'z o'rganishni üzmay davomlashtirsangiz, bu sizning odatingizga aylanib ketadi. Neticede bir qancha oy ichida shu tilda ko'p ishlatilgan muhim so'zlarni o'rganib ola olasiz. Shuningdek, har kuni bir qancha bet kitob o'qishni uzmay davomlashtirsangiz, kundalik kitob o'qish sizning odatingizga aylanib ketadi. Bu orqali bilim saviyangiz oshadi, ufuqingiz kengayadi, ko'p narsalarni va ishlarni bilib olasiz. Unutmangki, her qandaq ish mustahkam iroda ve izchillik talab qildi. Siz hammadan avval o'zingizda ömür bo'yi qoladigan odatni yetildirishga tirishing. Yetildirish zarur bo'lgan 7 odat. Birinchi, atiganlik vazifa. Bugunning ishlarini akşamdan planlab, sahar turishga soatni tanishaymiz. Ondan saat 11'da uxlab bo'lamiz. Çünkü bedenimizdeki biyolojik saat kecha saat 11'den 3 kecha jigardan zahar tozalash bilan bo'ladi. Zaharning tozalanishi uchun mushu vaqtning ichida bizning uxlagan holati bo'lishimiz shart. Namoz bomdatdan burun hech bo'lmaganda yarım saat burun o'rnimizdan turamiz. Yaxshi aram alganligimiz ve a'zoyimizning sog' salomat ishlab turayotganligi uchun elhamdülillah deb chin qalbimizdan Alloh taologa shukr qilamiz. Bu bizning shu bir kunlik ishimizning natijalik bo'lishi, ruhimiz üstün, ko'nglimiz xushal turishimiz uchun yetarlidir. Ondan qancha rakat o'qiy olsak, shunchalik tahajjud namozi o'qiymiz. Bu arada 1-2 stakan issiq suvni az-azdan ichimiz.
Namoz bamdatni o'qib bo'lgandan keyin atiganlik zikrlarni aytamiz. Qur'on Karimdan bir qancha bat o'qib duo qilamiz. İkincisi beden chiniqtirish. Beden chiniqtirishning tan salomatlik uchun qanchalik zo'r foydali ekanligini so'zlab o'tirishning hech hojat yo'q. Chunki hamma odam biladi. Beden chiniqtirishning hamma yoshdagi kishilar qila oladigan eng o'ng'ay turi havoliq joylarda mengishdir. Her kuni aynı vaqtda 1 saat, az deganda yarım saat mengish şu kunlik ishlarni xo'shallik ve ko'tarangi ruh bilan elib berishimiz uchun nihoyat foydali. Üçüncü, sağlam g'izolanish. Yeydigan, ichdiganlarimizning bedenning talablariga munosib keladigan, jismimizga energiya beradigan foydali g'izolarning bo'lishi, nashtini kechiktirmay obdan qilish, tushda quvvatlik yeyish, oqshimi oz yeyish, kechasi qat'iy yemaslik, majbur bo'lib qolmaganda sirtdan tomoq yemaslik, axlat yemakliklarni qat'iy yemaslik barliq tibbiy mutaxassislarning birdek tavsiyasi bo'lib kelmoqda. Shaksizki oshxonalardan tomoq yeyishning ve axlat yemekliklerini yeyishning o'rniga öy tamaqini yeyish hem tan saqligimiz hem iqtisodchanlik uchun eng yaxshi. 4. Konkret plan tuzish. Kunlik plan tuzish uzun muddatlik cho'ng planlarni bölüp amalga oshirish uchun nihoyatda yaxshi choradir. Kunlik ishlarni ve kichik planlarni yo'lida elib bora olgan odam shu planlarni albatta aşı çoğun planlarını elbette amalga oshira oladi. Çünkü her qandaq çoğun işler kichigidin başlandı. 5. Vaqt jadvaliga rioya qilish. İşlarni tartibi bo'yicha qilish. Eng muhimlarining oldiga qo'yish. Muhim emaslarning oldiga qo'yish muvaffaqiyat qozonishning yo'lidir. Kunlik jadval bo'yicha ratlik ish qilishning foydasi nihoyat ko'p. Addisi vaqtni tejash, ko'p ishlarni bajarish, jiddiylashishdan saqlanish uchun intayin foydalidir. 6. Yangi narsalarni o'rganish. To'xtovsiz o'rganish, to'xtovsiz yangilanishning ve her jihatda taraqqiy qilishning yo'lidir. Her kuni yangi narsalarni o'rganish bizning ufuqimizni kengaytiradi, bilimimizni oshiradi ve bizni hayotlikni texmo yaxshi tushunish fursatiga erishtiradi. Ko'p kitob o'qish, yaxshi leksiyalarni tinglash, vaz-nasihat so'rovlarga qatnashish, diniy ve ijtimoiy faoliyatlarga hozir bo'lish ko'p narsalarni bilish va bilishimiz uchun cho'ng fursat. 7. Kundilik tafakkur. Tafakkur qilish aqlni ochadi. Xuddi pichoq bilgan sari ittiklashganga o'xshash, aqlmo ishlatgan sari kuchlanadi va o'tkirlashadi. Dinimizda tafakkur qilish ibodat sanaladi. Bizning dinimiz aqlga xilop qilgan, aqlga xitob qilgan, aqlni alohida qadrlaydigan ve aqlning mantiqisiga hürmet qiladigan ilmiy dindir. İman to'g'ri tafakkurning mahsulidir. Tafakkur qilish orqali to'g'ri qaror chiqarg'ili, o'zimizning muvaffaqiyatlarini baholag'ili, kamchiliklarimizni ko'rib olg'ili bo'ladi. Har oqshimi yotgan vaqtimizda bugun qanday yaxshi ishlarni qilganligimiz, qo'lga keltirgan natijalarimiz ve bugun uchun planlagan ishlarimiz, planlab amalga oshira olmagan ishlarimiz